Xo'sh, hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videorolikimizda biz bu 35-sezon stardroplarni ochamiz. Sezon tugashiga ham 2 kun qolibdi. Почти bir kun. Men hozir 50 bitta stardrop yo'q, 50 bitta emas. Xullas ko'p stardroplarga qilib qo'ydim. Hozir mana shu stardroplarni bitta-bitta ketma-ketlikda ochib chiqamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib bu birinchi stardropdan boshlaymiz. Xo'sh, mana shu stardropdan boshlaymiz. Qani. Boshladik. Redki. Shuni tushmadi. Uchinchisi Redki. Bundan ham shuni tushmadi. Beshinchisi Redki. Bundan ham shuni tushmayapti. Yettinchisi 1, 2, 3, 4, davay. Shuni tushmadi. Bundan ham shuni tushmadi. 11-si super redki bo'ldi, lekin baribir shuni tushmadi. 13-si super redki shuni tushmadi baribir. Xo'sh, keyingisi redki shuni tushmadi baribir. Bunisi super redki. Tash epicga ham bormayapti-yu. Bu yaxshi narsa emas. Brawl Stars nimagadir epic stardrop ham bermayapti tash. Bu faqat redki nimagadir. Shuni sabab nima deykan? Qarang. Redki. Только redki tushyapti. Redki. Voy. Super redki ishlamadi. 29 keyingisi. Bundan ham super redki. 31-si. Bundan ham bunda redki. Birinchida epic va nihoyat biz kutgan onlar keldi. Epic o'zgarmadi. Xo'sh, spray berdi. Keyingisi super redki. HP sila. Keyingisi redki. Yana HP sila. Keyingisi redki. Bundan ham shuni tushmadi. Keyingisi epic. Shuni tushmadi. Menimcha 500 aniq xato. O'shandan berdi. Redki hamma yo'q. Keyingisi davay mifik. Birinchi marta qoyilman. Mifik ham bo'lar ekan-ku. Bosamiz. Voy, HP'silar berdi. Keyingisi super redki. Epic. Pul berdi. Legendarniy stardropni oxirida ochamiz. Mana start ochib olaylik. Super redki. 30 kredit. Shuncha quest bor ekan. Va oxirgisi legendarniy stardropga ham kelib qo'yamiz. Pastda. Biz nechta stardrop ochib chiqamiz? Hozir ko'p chiqaylikchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ochamiz. Mana bu legendarniy stardrop bilan hozir olsa 26 ta bo'ladi. Hozir menga stardropdan ko'proq tushishini xohlamayman. Ko'proq menga fen kerak. Fenmi yoki ko'proq bir ming kreditlarni tutsa, men voronni tez ochaverardim. Hamma legendarniy vayslarni ochib oldim. Bitta voron qoldi. Vayslarim 73 ta. Xo'sh, bo'lmasa menga lekin Bikoga uni ham kerak. Prizlar kerak. Keyin 11 qo'rardim. O'sha tutsa ham yaxshi bo'lardi. Xo'sh, bo'lmasa ochamiz. 3 kechasini bosamiz. 1, 2, 3 bosamiz. Va
Kardilusga passivga tushdi. Kardilusimda passivga yo'q ekan-ey. Qoyilman-ey. Mana Kardilusim. Yaxshiyam bo'ldi bir tarafdan, lekin ko'nglimdagidek narsa tushmadi. Bu sezonning stardroplari tugadi mana. Endi keyingi sezon stardroplarini yig'ishga harakat qilaman. Keyingi videorolikda. Keyingi videorolik nima haqida bo'lishini kommentariyga yozib qoldiringlar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va komment yozishni unutmanglar. Obuna обязательно bo'linglar. Xo'sh, videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.